Assalomu alaykum. Elektronika bo'yicha yana navbatdagi darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda biz video darsimizda o'zgarmas tokimizdagi plus bilan minusda, ya'ni o'zimizda nimamizda plus bilan minusda ko'p o'rganib qolganmiz. Yoki tubimizni qanday qilib aniqlash yoki maydonimizni qanday qilib aniqlash. Oddiy qilib aytaylik, plus bilan minusni farqlab olish. Masalan, aytaylik, bunaqa akkumulyatorlarimiz bo'ladigan bo'lsa, akkumulyatorlarimizda mana qizilimiz doim plus bo'ladi. Qora nima bilan belgilab qo'yadi. Bizda korpusimiz qora bo'lganligi uchun nima bo'lgani yo'q, bilingan yo'q. Lekin boshqa joylarda bo'lsa ham qora qilib belgilab qo'yadi yoki bo'lmasa kabelimizni ham rangi o'zimizniki qora bo'ladi. Har doim qizilimizni plus deb olish qabul qiling. Yoki bo'lmasa bu ranglari bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa belgi qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin. Plus bilan minus yoki bo'lmasa platalarimizda nima qilib qo'yadi? Hozir bormi? Mana bunaqa qilib platamizda ham mana plusni ko'rsatib qo'yapti, bu tomonga minusni ko'rsatib qo'yapti. Shu platadan ham bilishimiz mumkin. Endi shunday vaziyatlar bo'ladiki, kabel orqali bilolmay qolishimiz mumkin. U kabel kuyib ketgani o'zini original kabeli, uni o'rniga bir xil rangdagi kabellar montaj qilib qo'yilgan bo'lishi mumkin yoki qo'l bola birorta jihozni remont qilib turganimizda ranglari bir xil bo'lib turib, qaysi plus qaysi minusligini aniqlanmay qoladigan vaqtlarimiz bo'lib qoladi. Endi akkumulyator bo'lsa-yu farqini bildik. Endi eng oson yo'li multimetr bilan aniqlaymiz. Keling, multimetr bilan aniqlashdan oldin hozir men bir 4 ta usulni o'rgataman. Endi bitta usulimizga bir 10 minut vaqt ko'p ketadi. Shuning uchun o'sha birinchi o'shansini ko'rsatib ketay, undan keyin qolganini tushuntirib ketaveraman, to darsning oxirigacha tayyor bo'lib qoladi. Ya'ni mana kartochkani nima qilamiz? Bo'lamiz. Bo'ldik. Endi shu kartochka orqali ham aniqlasak bo'laveradi. Mana kartochkani bitta nimasiga miqni nima qilib qo'ydim men, ya'ni 1,5-2 santimetrda nimasida nima qilaveramiz elektrodda. O'zini nima qilib qo'ysa ham bo'laveradi. Men suqish qiyin bo'lmasin deb turib, zajimimizda mana bu nimadan foydalandim. Mana plus bilan minusni nima qilib qo'ydik. Multimetr bilan yana bir qator tekshirib olaveray, nimamiz bormi, напряжение yoki yo'qmi. Напряжениemiz yo'q ko'rsatyapti. Nimamiz tegmay qolgan bo'lishi mumkin. Endi ko'rsatdi 5 volt. Mana 5 volt ko'rsatdi. Endi to nimamiz bo'lguncha nimani ko'rsatib beraman. Boshqa usullarini. Eng oson yo'li multimetr bilan dedik, ya'ni multimetrda ikkita shupimiz bor. Bittasi qizil bo'ladi, bittasi qora. Qizilimiz doim plus deymiz. Boshqa o'lchovlarda ham har doim o'sha nimamiz qoramiz o'pshida turadi. Qizil bilan bemalol kuchlanishni o'lchaganimizda, mana oldida minus ishorasi chiqmaydigan bo'lsa, ya'ni to'g'ri ulangan bo'lsa, plusimizni plusga tekkizganimizda ko'rsatadi. Agar oldida minus chiqib qolishi mumkin, buni teskari uladigan bo'lsa, mana hozir ko'rsatib beray. Kuchlanishni o'lchash rejimiga o'zgarmas tok rejimiga o'tkazib olamiz, ya'ni kuchlanishimizga o'tkazib oldim. Qizilni qizilga tekkizib ko'raman bizda. Qani? Mana 5 volt ko'rsatyapti. Oldida minus chiqqan yo'q. Demak, hozir qizilimiz plus ekan. Endi teskari ulayman. Teskari ulaganda oldida minus chiqish kerak multimetrimizda. Mana ko'ryapsizlar, mana multimetrimizda oldida minus chiqib qolyapti. Ya'ni sen teskari o'lchayapsan degani. Mana multimetrimizda bilib oldik. Yana ikkinchi usulimiz, keling, mana blok pitaniyamizni ham tekshirib ko'raylik. Blok pitaniyamiz sizga men chiqarib turibdi, deylik, kuchlanishdi, lekin qaysi biri plus, qaysi biri minusligini bilmaydigan bo'lsak, biz bunaqa oddiy svetodioddan foydalanishimiz ham mumkin. Svetodiodga chizmasini ham chizib ketaveray. Mana svetodiodga qarshilikni ulaymiz. Masalan, aytaylik 4 voltdan deylik, 12 voltgacha deylik, taxminan nima qilyapman? Svetodiodimiz istalgan shundaqdagi svetodiodimizni olishimiz mumkin. Qarshiligimizda 400 ohmdan 900 ohmgacha olishimiz mumkin. Istalgan. Menda 500 ohmlik qarshiligim bor. Shu tarzda ulaymiz qarshilikni. Kuchlanishga ulab turib tekshirishimiz mumkin. Yana bitta narsani hozir sizlarga ko'rsatib ketay. Ya'ni svetodiodimizda bitta tarafi plus bo'ladi, ya'ni nimasini ham ko'rsatib ketaveray. Svetodiodimiz bu tomoni plus, bu tomoni minus. Ya'ni bu tomonimiz anod, tomonimiz katod. Qachonki plusga plus to'lasak, minusga minus to'laganimizdagina svetodiodimiz yonishi mumkin. Yana qanday qilib bilishimiz mumkin? Svetodiodni ko'rinishidan ham bilishimiz mumkin. Ya'ni mana ko'rinishini ham chizaylik. Mana oyoqchalari, mana elektrodi, mana unday bo'lsa, mana bitta elektrodi ichida kattaroq bo'ladi. Shu plusdan ham mana ko'rinishi ko'rinib turgan bo'lsa, mana ko'ringlar.
yoki bo'lmasam mana istalgan svetodiodda shunaqa bo'ladi. Ya'ni mana bunisi minusi bo'ladi. Nimasi katta tarafi. Mana elektrodni ichida. Mana bunisi plyus bo'ladi. Nimasi kichkina, lekin bu tomoni uzun bo'ladi oyoqchasi. Mana istalgan svetodiodni ko'radigan bo'lsak, uni oyoqchasi uzun bittasi. Shu oyoq uzuni plyus bo'ladi bizda. Mana farqi bor. Bunimizda ham mana nimasi ichkarida elektrodni kichkina tomoni, lekin bu tomonda uzun turibdi. Ya'ni shu uzun oyoqchasi plyus degani. Ya'ni qarshilikda nimaga biz qo'yib olyapmiz bu sxemada? Qarshilik qo'ymasdan svetodiodga to'g'ridan-to'g'ri 12 volt beradigan bo'lsa, svetodiodimiz kuyib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun qarshilik orqali ulayapmiz. Bemalol 3 voltmi, 4 voltmi bor ekan, 12 voltgacha bemalol svetodiodimizni ulab turib, qaysi biri plyus, qaysi biri minus ekanligini bilib olishimiz mumkin. Ya'ni svetodiodimiz o'zi odatda o'sha 1,5 voltdan keyin ochilishda boshlaydi, ya'ni ishlashni boshlaydi. Keling, hozir bizda 7 volt qilib turibdi ekan. Mana kuchlanishimiz. Keling, svetodiodni ulab ishlatib ko'ramiz. Ixtiyoriy ulayapman. Qani yonami, yonmaydimi deb. Diqqat qo'shib olaylik. Ko'rinish uchun. Yonmadi mana svetodiodimiz. Endi o'sha mana yonmadi. Ya'ni teskari ulayapman ekan. Endi bundaqasiga ulab ko'ramiz. Mana svetodiodimiz yondi. Mana yonyapti. 3.7 volt. Endi nimani ko'paytirib ko'ramiz. Bura ko'paytirib, volt istalgan nimaga qo'yaylik. 708 voltda turibdi. 708 voltda ulab ko'ramiz. Mana svetodiodimiz yonyapti. Mana qo'lda ushlab ko'ryapmiz. Hech qanaqa hech qaysi nima elementimiz qizigan yo'q. Yana ko'taramiz kuchlanishni. 12 voltgacha ko'taraverdik. Mana 12.1 volt bo'ldi. Yana ulab ko'ramiz. Mana svetodiodimiz yonyapti. Yorug' ham yongan yo'q, chunki chegaralovchi qarshiligimiz nima qilib turibdi. Mana hech qanaqa qizigan ham yo'q, bemalol. Xuddi shunaqa qilib, qaysi biri plyus, qaysi biri minus ekanligini bilib olishimiz mumkin. Bizda sxemadan ham ko'rinib turibdi. Mana unimiz plyus, mana unimiz minus. Bu oyog'imiz plyus ekan, plyusga uladik. Mana bu kabelimiz plyus ekan. O'sha nimada ham blok bitanada ham ko'rsatib turibdi. Mana bu tomon plyus deyapti. Teskari ulaganimizda yonmas edi. Mana bitta yo'lini ko'rdik. Multimetr bilan tekshirishni ko'rdik. Mana nima bilan ham tekshirib ko'rdik. Endi kutib o'tirmaylik. Nimamizda ikkita hodisa yuz beradi. Mana ulaganimizda. Bittasi shu minusda pufakchalar hosil bo'ladi. Kartoshkani endi bu nimaliga qarab, holatiga qarab. Turne turgan bo'lsa, mana pufakchalar hosil bo'lyapti. Kartoshkani bu namlik darajasiga bog'liq. Minusimizda. Ikkinchimizda plyusimiz ko'karishni boshlaydi. Endi hozir vaqt kerak, nima qilib yotmay, keyingi nimamizga o'tib ketaveradi. Aniq bu nimamiz yashil rangga kirib qoladi. Keyingi mana krokodil qisqichimiz keyingi nimaga kerak bo'ladi. Shuning uchun hozir buni to'xtatib o'raylik. Mana pufakcha bo'lib qoldi nimamiz. Minusimiz. Mana uni yana ozgina kutadigan bo'lsa, rangi o'zgarishi kerak mayli. Mayli. Keyingi nimaga o'tib ketaveramiz. Keyingisi mana eng oddiy usuli, hech qanaqa o'lchov asbobimiz ham yo'q, multimetrimiz ham yo'q, svetodiodimiz ham yo'q bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu oddiy telefon zaryadchigini ulab qo'yganman, ya'ni 5 volt chiqaradigan, shu 5 volt chiqaradigan zajigimizni piyalada suv olib kelib turib, albatta idishimiz metall bo'lmasligi kerak, plastmassami, farformi, chinni, shunaqa narsa bo'lishi kerak. Mana endi hozir solib ko'raman. Kutib turamiz. Yana bitta shu narsani aytib o'tib ketay. Xuddi shu usuldan oldin o'zim ham 5-6 yil oldin eksperiment qilib ko'rganman. Metallarga gravirovание deydi-ku, metallarga yozadi, o'yib yozish. Xuddi shu oddiy istalgan 12 volt deymi yoki kichkina shunaqa ta'minlash manbalari borki, xuddi shu ta'minlash manbalari orqali xuddi shu 5 voltli bilan farqi yo'q. Shunaqa ikkita elektrodni suvga solasiz. Bitta elektrodga yozmoqchi bo'lgan metallingizga ulab qo'yasiz. Ya'ni kalitni birkasi deymizmi? Uni lak yoki kraska bilan bo'yab turib, masalan, mana temirga yozaman desiz, shuni kraskada bo'yaysiz. Keyin o'yib yozib chiqasiz, qanaqa yozuv kerak degan bo'lsa. Plyusni shu nimaga ulab qo'yadigan bo'lsangiz yoki minus tulasangiz ham bo'laveradi. Minus tulasangiz tezroq bo'ladi. Minusni suvga solib qo'yasiz. Xuddi shu taqli ikkala elektrodni solib qo'yasiz. Proses yana ham tezroq bo'lishi uchun osh tuzi bor, osh tuzidan solib qo'yadigan bo'lsa, proses yana ham tezroq bo'ladi. Ya'ni ko'rinib turadi, suv tarkibidagi vodorodlar pufakcha bo'lib chiqishni boshlaydi minus oyoqchasidan. Sezilarli darajada ko'p bo'ladi. Hozir men oddiy suv dozini nima qilib qo'ydim. Proses sekin bo'ladi-yu, lekin siz tuzni oqtarib yurmaysiz-ku, qachon plus minus oqtarib siz topmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, eng oddiy usuli shu ikkala elektrodni shunday suvga solib turib tekshirsa bo'laveradi. Yana bitta hozir vaqt o'tgan sari ko'pikchalar hosil bo'lishni boshladi. Minusimizda mana metallda atrofida ko'rinib turibdi. Minus nimalar
pufaychalar qoplab oldi, to'liq. Undan keyin pufaychalar qaynab chiqishda boshlaydi. Mana hozir qaynab chiqishda boshlayapti. Kameradan ko'rinib turgan bo'lsa kerak. Agar sut soladigan bo'lsa edi, buni ya'ni ikkala elektrod o'rtasida o'tkazuvchanlik yana ham oshadi. Nima bo'lib ketadi? Aniqroq ko'rinadi. Hozir ham ko'rinib turibdi. Kameraga yaqinroq olib kelayim. Mana minusimizda pufaychalar hosil bo'ldi. Bu usulini ham ko'rdik. To'g'ri. Oddiy usuli bor. Qanday qilib yana aniqlashdi? Mana oddiylar deymiz-ku. Kullar deb o'rganib qo'ygan ventilyator. Ventilyatorimiz ham qizilimiz plus bo'ladi, qoramiz minus. Teskari ulasa ishlamaslik kerak. Hozir shuni ham ishlatib ko'raylik. Shu orqali ham aniqlasak bo'laveradi. Agar hech qanaqa nimamiz bo'lsa, bu ham bitta variant. Qani, ulab ko'ramiz. Mana ishladi. Teskari ulab ko'ramiz. Hozir 5 volt beryapman. O 5 voltmi, 10 voltmi ishlayveradi. Mana teskari ulaganimizda ishlamayapti. Mana ko'rinib turibdi. Kuchlanishimizda ko'paytirsa ham bemalol ishlayveradi. 5 volt, 10 volt, 15 voltda ham bemalol ishlayveradi. Mana bir nechta usulni ko'rib chiqdik. Yana bir qator boshda aytdim, yana bir qator hozir eslatib o'taman. Hozirgi o'tkazgan nimalarimiz faqat o'zgarmas tok uchun. O'zgaruvchan tok uchun umuman qo'lda bo'lmaydi. Bu haqida yana bir alohida video dars qilaman, ya'ni faza va nol haqida. Hozircha shu qanaqa onlayn bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishlaring mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar.